Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi ehtiyojini inobatga olgan holda ichki va tashqi bozorga zarur iste'mol tovarlari, xususan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish dolzarb vazifalardan biri. Yurtimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yangi navlarini ko'paytirish bo'yicha xorijiy tajriba va zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Navbatdagi lavha kartoshka yetishtirish va urug'chiligini rivojlantirishga oid amaliy ishlar haqida. Kartoshka har bir xonadon oshxonasida alohida o'ringa ega. Shu sababli bozor rastalarida xaridorgir, talab yuqori bo'lgan mahsulot. Davlatimiz rahbarining tegishli farmon va qarorlari asosida kartoshkachilikni rivojlantirish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Xususan prezidentimizning respublikada kartoshka yetishtirishni ko'paytirish va urug'chiligini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ushbu yo'nalishda mavjud masalalarga qat'iy va mantiqiy yechim bo'ldi. Qaror asosida Niderlandiyaning Agriko kompaniyasi bilan 6000 tonna sertifikatlangan elita kartoshka urug'larini olib kelish bo'yicha shartnoma imzolangan edi. Ularning dastlabki qismi mamlakatimizga yetib keldi. Maxsus tayyorlangan muzlatkichli omborxonalarga joylashtirildi. Shu kungacha tumanlarda yetishtiriladigan kartoshkaning, ekiladigan urug'larning narxlari qimmat bo'lganligi sababli hosilning tannarxiga juda katta ta'sir ko'rsatardi. Gollandiyaning Agriko kompaniyasi bilan hamkorlikda yil davomida 6000 tonna arzon va sifatli elita urug'larni yetkazib berish shartnomasi tuzildi. Olib kelingan urug'lar oldingi yilga nisbatan taqqoslanganda 2-3 barobar arzon, qolaversa sertifikatlangan, tekshirilgan, sifat nazoratidan o'tgan, jahon talabiga javob beradigan elita urug'lar olib kelingan. Kartoshka urug'lari ustamasiz narxlarda aholi xonadonlariga yetkazib berilmoqda. Olib kelingan kartoshka urug'larining sifat jihatdan yaxshiligi va hamyonbop narxi hosildorlikka, mahsulot narxi hamda dehqonlarning ko'radigan foydasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Bizning qishloq hammasi kartoshkachilik bilan shug'ullanadi. Oldin qimmat edi. Hozir mana narxlar arzon bo'lgani uchun kartoshkalar ham sal arzon bo'ladi. Bozorimizga o'zimizga yaxshi. 40 ming, 50 mingdan o'tgan yil olganmiz. Bu yil 16200 uyga olib kelib beryapti. Ham ishonchli bo'lyapti hammasi. Rasmiy sahifalarda ko'rsatyapti. Qanday ortilish, qanday yuklanish, olib kelganigacha ishonchli-da. Bu yerda o'tgan yili kelganda birortasi unaqa narsalarni ko'rmaganmiz. Hozir 500 tonna shartnoma qilganmiz o'zimiz mahallamiz. Imtiyozli kreditga bo'lsa ham beryapti. Imtiyozli kreditga 16200 ham beryapti. O'sha bo'yicha ham olyapmiz. Bir qo'ldan olganday bo'lyapmiz-da. Umuman qo'shilib qo'l-qo'lga bo'lgan yo'qda. Chet eldan to'g'ri dehqonga kelyapti. Bu kartoshkani juda ko'p joylardan oldik. Qimmat narxlarda edi. Oddiy dehqondan borib olganmiz, yo bir tadbirkordan olganimizdan kelgandan keyin shu kartoshka joyidan chiqadi, shunday bir toyoqda bir qotib qoldi. Unda rivojlanish, boshqa degan narsa yo'q bo'lib qoldi-da. Xarajat ham chiqmaganda, o'zimiz masalan unga keyin ishlov berishimiz kerak, texnika bilan masalan yerlarni tayyorlash kerak. Menga 1 tonna 200 kilo gallan urug'idan olib kelib berdi. Xudo xolasa mana shuni bu yil egib, elimizning dasturxonini boyitamiz kartoshka bilan. O'zimizning mana ro'zg'orga ham katta foydasi bo'ladi. Yana bir muhim jihat, kartoshkaning yangi navini yaratish borasidagi ishlar ham tizimli davom ettirilmoqda.